Sizlar bilan mana elektram uchun elektraga prочность degan zachari olishga harakat qilib ozgina mirri aylanamiz. Deyishim bilan конечно bedrock o'ynaganlar biladi bunaqa narsa bo'ladi. Agar слишком tez chorsangiz mamnada chakka nima qilolmaydi. Fragment все короче mana shunaqa narsa bo'ladi. Mayli deb anaqa qilsayam shunaqa qilib ozgina aylanib struktura topib или les anaqani nimasiga borishsam dommi короче shunaqa qilib ko'rmoqchiman. Uning uchun emerald bilan kitob olamiz. Tushamiz bu taxtalarni bitta kitob olamiz. Bu daradan emerald ham alohida qo'yish kerak. Maksimum og'irlik keltiramiz ham ko'p yoki boshqa narsalar kelib qolishi ham mumkin. Ovqatni ovqat qo'shishdan olamiz. Mana ko'rayotganinglardek 30 ta prочность qolgan mana elektrani har doim ko'p nima qilishim bo'lmaydi. Shuning uchun sundukdan kafedram yo'q ekan. Bunda yana bir kitob olamiz. Keyin tepaga chiqmasdan bu o'tmas ekan tepada bo'lishi kerak. Mana pol blok olamiz. Taxtani o'zini olamiz. Bitta qo'yamiz. Knижный шкаф, полка bo'lgan qo'yaman. Короче, и kafedra. Kafedra bo'lish uchun kitob zachariga mana если что yana uramiz paketidan feerverkdan endi savol bo'sh ishlaydilar qanday bo'lsa degan savolim bor. Hop, bitta bormi so'rab qo'yamiz endi. Bitta короче anaqa uchun karta komnata isitgani uchun uradi qo'rqadi lekin spawn qilolmaydi. Просто nimaga mana bilmayman. Qo'ysak ishidan kechib shu qaysi ishlaysa ishdan kechib fotograf bo'ladi. Bo'ldi yaxshi. Ko'radi nimasi borligini. Bitta mod borligini eslatib o'taman. Bu mod mamlaqa modana shu Minecraftga qo'shimcha anaqa. Masalan, knopkada salmini Sharichmanni sozdание ko'rasigan mesela kitob turibdi. Shunaqa qo'shimcha narsa masalan 64 ta daraxt qo'ysa, dubba qo'ysa, bitta bo'lsa, shu 9 ta dub chiqadimi, shu hammasini bittaga kiradi. Shunaqa qo'shimcha narsada tillagan qo'shgan ekan. U chiteskiligini bilaman. Kitobni o'qib turib, payga chiqolmaydi. Kartograf библиотека turadi защита 3 шелк косынки виктили шипы yo'q ekan. Qanaqa o'qiymiz zo'min tutdi. Qanaqa zo'min o'zib olsa ham bo'ladi.
Mana bak. Loy anaqasi paydo. Hop, endi buni yana buzamiz. Qo'yamiz. Ochib. Mana. Yana qo'yib. Endi aytganimdek bir narsa qachon sotib olaman buni? Shu uchun shuni sotib olgan vaqtida turgan ekan. Boshqa professiya shekilli ketamiz. Qo'ydikmi? Vay, bitta ekan. Creeper degan hayvon yonishdi bo'ldi. Короче, qilib hamma bor jeydilimni shunaqa bedrock shunaqa yomon radlar bo'lib turadi. O'ynagan biladi. Manimcha bu ish o'ynadi zo'rg'a bitta prujinista olsa kerak. Yana bitta narsa esimga tushdi. İşlerimizde yana esimga tushdi. Короче, nakavaylar bir-biriga ulash uchun nakavaylarni endiga tashlab kelgan. Endiga olib kelishim. To'yganman buni. Nechta to'ygan? Hop, endi bo'sh yitilli joyda bo'lishi kerak. Dadam chiqib ketishi mumkin. Shu joyga. Tezlik bilan chiqib olamiz. Ana chiqib ketdi. Bor yo'qmi? Kechqurun kutmaymiz ayu. Ko'rna yoqqa. Qo'l ko'rchamiz. Tez kiring. Kur. Xuddi men bunga ta'sir qilmaydi-ku. Kir bor. Bu teshikni ochib ketadigan bo'lsam zombilar bor. Yo'q. Yo'q, eshik qo'yish ani ham ochib chiqadi. Bu bo'lmasa ekan. Endi kirmoqchi edim. Qanaqa qo'yam? Voy. Merakdan olib chiqdi. Ne kiryapti? Jiddiy narsa sotmoqchiman. Ashi ikkita jiddiy bilan uni ko'paytirmoqchi edim. Ta'sir qildi. Uyga sherik qo'l bosganda o'chi chiqadi. Короче, joyda yetib bo'lish kerak. Bo'sh yitil sal uzoqroqdayu borib ko'raman. Ashratda ikkita derevni bo'lish kerak. Ketamas. Mana shunda. Qanaqa boramiz deyilgan uchun слишком ko'p. Короче, ovqat ketkazadi. Bir yarimtadan harbiy ishlatganman. Mana shu listlarni buzib, mana sajini tutdi. Mana shu listlarni buzib olishga harakat qilganingda bermaydi. Kerak emas momentdan buzib o'tmoqchi bo'lsa. Endi qanaqa o'tib boramiz?
peshon ovqat yegandan keyin ishlatsa yashi bir 3 adashmasam или 4 bo'lishi mumkin. Короче, ishlatganda ketqazmaydi anaqa ovqatni. Uchinchisida ketqazdi ish. Bu ancha kerakli narsa. Men buni oldinroq ham olmoqchi bo'lganman, lekin harakat qilib ko'rmadim. Men ferma qilgandan keyin istamay ana bugun sal oldinroq bir necha obedlardami anaqa qildim. Mana qilichni ham mana bugun oldim. Garchi bitta вообще kuchli qilich mana shu bor-ku mana. Mana shu bitta mana shu qilichda oblik degan zachar yo'q. Asrati 5 zachar yo'q edi. Anaqa Nebesniy kara bor. Nebesniy kara asrati bilan kelishmaydi. O'shaning uchun bir-birini qo'shganda asrati 3 chiqadi-da uni. Garchi nerazrушимость o'sha прочность 3, tabiiy 3, obligagina 2, отвратительно 2. Nebesniy kara 2 zachari bilan tushib qoldi qilish. Bitta zachar qilganimda. Прочность 3 ga zachar bosdim и plus 4 ta zachar qo'shib berdim. Shu xursand bo'lib ketdim. O'shanga maza qilib o'shanga bitta o'sha asratamni qo'shib yubordim. Oldinroqdan olgan asratamni qo'shib yubordimda keyin shunday qoldi. O'sha to'piy deb bo'lmaydi qilichchi. Nima bo'lsa ham normalniy qilichim bor endi. Moblarni skeletlarni menimcha bittada bolotniy skeletni bitta urgandan keyin o'sha yonib o'zi o'lib ketdi. Bittada o'ldiradi olov bilan qo'shib. Ko'rayotgan usullarini tez qotmay ketadi keyin boraman. Или men noto'g'ri ishlatyapman. Har bitta ovqatim bittadan ovqat yeb ketishim kerak bor. Hozir ovqat tugasin. Или ovqat qilganmanmi yoki o'tdaman ishda sentrda ishlaydi ashya ko'p. Bitta ovqat yeb ishlatsa ovqat ketmaydi. Mashaqqat. Hop, короче. O'tda savol. Bo'sh etilgan. Bor edi. Qani. Endi topish. Ana hop. Breakfast. Oyoq uchun yo'q. Bitta suv qo'shib olib qo'yaveramiz. Chunki прочность 3 yaqin бесконечность anaqa uchun kamon beskонечность kerak kamonimda yo'q lekin to'ladi o'qim beskонечный anaqa плотность qilari uchun cho'g'ga kasallik ki bulardan olishga borib o'z ko'nglimga bir 6 ta 7 ta zlavishi anaqadan ochdim. Anaqadan nima deydi? Garchi zlavishi sunnuqdek garchi ismini chiqib qolgan. Ben ochdim. Adashmasam 7 ta edi. 7 ta yana plovani kallasi. Oh my god. 10 ta izumrudga pachinka. Buni o'tkazib yuboraman.
adashmasam uyda bitta pachinka